Chilonzor 24-kvartal 4 etajli domni 3-etajdan yevro remont 2 xona 3 xona qilingan kvartiramizni ko'rib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, lokatsiyamizga to'xtalsak, 24-kvartal Shirna shundoq kirib kelaverishda ozgina yurgandan keyin, xo'p, yo'lni yuzidan mana bu ikkinchi dom deb hisoblasak ham bo'lardi. Juda ham yaxshi lokatsiyadan 2 xonali yevro remont arzon narxda bitta kvartiramizni sotuvga chiqdi. Kvartiramizni ko'rib o'tinglar, narx-navosi ma'qul kelsa xarid qilib olinglar. Yonida maktab, bog'cha, hamma narsa bor, mashina qo'yish uchun parkovkalari ham bor. Bemalol xarid qilib olib, mazza qilib yashashinglar mumkin yoki ijaraga investitsiyaga olib $600 ijara chiqib qo'ysanglar bo'ladigan kvartiramizni sotuvda. Kvartiramizni ko'rib o'tinglar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, kvartiramizga ham kirib oldik. Sizlarga kvartirani kirish eshigidan boshlab birma-bir tushuntirib o'taman. Bu yog'imizda kiravish eshigimizda temir eshiklar almashgan, kvartiramizni noldan santexnika, elektrika, remont hammasi noldan remont bo'lgan. Kiraverishda alohida sanuzelimiz joylashgan, prixojniy mebellar, bu yog'imizda dekorativ mana bunaqa chiroyli oynalarimiz qo'yib qo'yilgan. Galogen chiroqlardan foydalanilgan. Birinchi mehmonxonadan boshlab ko'rib o'tamiz. Mehmonxona qismimizni. Mehmonxonada hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu yoqda televizorning zonamiz, bu yoqda dam olib, mana bolalarga o'xshab bemalol televizor tomosha qilib o'tirsanglar bo'ladi. Bu yog'imizda dekorativniy devorlarimiz joylashgan. Kvartiramizni tayyor qilib qo'yilgan, olib turib bemalol yashashinglar mumkin. Oilaviy ovqatlanish uchun stol va stullarimiz joylashtirib qo'yilgan. O'zini konditsionerlariga ega. Xo'p, bu mehmonxonamiz teplый pol qilingan qaranglar, 1,5 ga uchli balkonga oshxonamizga chiqazorilgan. Kuxnyamizda ham hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Ixchamgina qilib kuxning mebel texnikalari joylashtirib qo'yilgan. Hurmatli yurtdoshlarimiz, gaz plitasi, vichkasi, mana bu yerda posuda moykasi joylashgan. Akva romlar mana bunaqa jalyuzi pardalar qilib qo'yilgan. Mehmonxonaga hid o'tmasligi uchun mana bunaqa rajnoy eshiklar qilib qo'yilgan. Juda ham zo'r yechim. Oldingi oshxonasini hop detskiy spalni o'rnida foydalanishga topshirilgan. Bu yoqda bittalik spalnimizda turibdi. O'zini tumichalari bu yoqda shkoflari bilan birgalikda radiator ham qo'yib qo'yilgan. Bu yog'i ham akva romlar. Juda ham chiroyli shinam xonadonimiz. Aytib o'tganimizdek, teplый pollari ham qilib qo'yilgan. Ushbu kvartiramiz torres uteplit qilingan. Radiator orqali teplый pol orqali isiydi. Qish kunlari normalniy issiq bo'lib turadi, xudo xolasa kvartiramiz. Bu yog'imizda spalnining o'zida ham teplый pol qilingan. Bu yoqda chiroyli shkofi joylashgan. Dux spalni, yonida tumbalari bilan birgalikda o'zini ham trimolari qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda televizor osish uchun televizorning zona ham tashab ketilgan. Shunaqa shinam xonadonimiz hamma narsasi bilan birgalikda sotiladi. Hurmatli yurtdoshlarimiz, olib turib bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu yog'imiz vannasi. Vannasini ko'rib o'tamiz. O'zini kir mashinasi bor, rakvinasi anaqa vanna qismi polniy kafeldan chiqqan. Ko'rib o'tganingizdek. Bu yog'imiz esa hojatxona qismi. Hurmatli yurtdoshlarimiz, ushbu kvartiramiz Chilonzor 24-kvartal shunda ipoteka banki ro'parasida joylashgan. 48 metr kvadrat 4 etajli binoni 3-etajda yevro remont mebel texnika hamma narsasi bilan birgalikda sotiladi. Narxiga to'xtalsak, hurmatli obunachilar, ushbu kvartiramizga hop $67,500 narx so'rovimiz. Ozgina kelishtirib beradigan joylarimiz bor. Agarda kvartiramiz sizlarga ma'qul kelsa, telefon qilib baraka qilishinglar mumkin. Kvartirani olib kelib ko'rsatamiz. Dokumentlar hamma narsasi joyida, faqatgina kvartiramiz naqd pulga sotiladi. Narxi $67,500. Telefon qilib baraka qilishinglar mumkin.